Bizda bozorimizni oladigan bo'lsak, tadbirkorlarni oladigan bo'lsak, men 3 bo'laman bugungi kundagi tadbirkorlarni. Mana 3 bo'laman. Hunarmand tadbirkor deyman. Hunarmand tadbirkor degani 2 ta, 3 ta, 4 ta xodimi bor, aksariyat ishni o'zi qiladi. Sotishda ham chempion o'zi, mahsulotni tanlashda ham o'zi chempion, hop, omborga ham nazorat o'zi chempion. Mana shu aksariyat bo'limlarni, xodimlarni olish, HR ga ham o'zi chempion, marketing bo'yicha ham o'zi chempion. O'zi bilinglar, marketolog yo'q bo'lsa, bilinglar, sizlar barib o'sha marketolog sizlar o'zi. Ya'ni kim shunaqa tadbirkor? Qo'linglarni ko'taringlar. Zo'r. Bularning ishi yaxshi. Ya'ni bular qanaqadir foyda topyapti mana shu yerda. Mana. Shunaqami qanaqadir foyda topyapsizlar. Zo'r. Endi bu yerda biznesmen bor. O'zi biznesmen deb tarjima qilsa, meni ishim bor degani ingliz tilida meni ishim bor. I have business, meni ishim bor deganida. Endi biznesmen deganda katta bolalarni bunaqada tutyapman, fikrni tutyapman, o'shanga to'g'ri tushunasizlar. Bularda aksariyat narsa tizimlashgan bo'ladi. Mana bu odam bo'lsa, aksariyat narsa tizimlashgan bo'ladi. Tizimlashgan kompaniyada o'rtacha 5 ta bo'lim bo'ladi. 5 ta bo'limni boshqaradigan boshliqli bo'ladi. Birinchisi nima? Kim etadi? Aytinglar, o'shani bir belgilab chiqamiz. Zo'r. HR bo'lim bo'lishi kerak, albatta. Yana nima? Moliya. Aha, moliya. Aha, yana nima? Zo'r. Sal noto'g'ri yozib qo'ydim-da, men shuni o'chirib yuboraman-da, hozir. Zo'r. Sirazi tushunyapman tadbirkorlik borligini. 4, 5, 6. Hop, HR dedingiz, kim HR dedi? Hop, HR ni tepaga yozamiz. HR. Aha, birinchi yozamiz. Yana nima qanaqa bo'lim bor dedinglar? Moliya dedinglar. Hop, moliya mana shu yerda bo'ladi, moliya. Yana nima bor? Marketing bo'lim bor, to'ppa-to'g'ri, marketing. Sotuv bo'limi bor. Yana nima? Yana nima? Tadbirkorlar. Sotuvga kiradi-ku. Zo'r, ishlab chiqarish bor. Qaranglar, har bitta kompaniyada ishlab chiqarish bor. Chunki mana sotuv bo'limi sotgandan keyin omboridagi narsani ham berib yuborish o'sha ishlab chiqarishga kiradi. Ya'ni nimadir ishlab chiqarib, nimadir berib yosizlar. Ishlab chiqarish bo'limi bor, omborxona desa bo'ladi, bir xilda ishlab chiqarish. Yana bitta bo'lim bor, oxirida aksariyat tadbirkorlar umuman unutib qo'ygan bo'lim bor. Sifat nazorat. Zo'r. Qayerda o'qigansiz? Voy, baraka toping. Sifat nazorat bo'limi. Mana shu bo'limlarni boshqaradigan odam har bittasida bo'lsa, bu biznesmen bo'ladi. Endi o'rtada bitta tadbirkorlar bor. Bularni men chala biznesmen deyman. Chala biznesmen deganimda marketolog olib ko'rgan, ishlatib ko'rgan o'xshamagan. Sotuvchi olib ko'rgan, ishlatib ko'rgan o'xshamagan. HR olib ko'radi, ishlatib ko'radi, ishlamaydi. Ammo CRM qo'yib ko'radi, ishlatib ko'radi, ishlamaydi. Post of sale qo'yib ko'radi. Post of sale degani o'sha moliyalashtirish avtomatizatsiyasini ishlatib ko'radi, qo'yadi, kimgadir jiyaniga beradi, ishlatib ko'radi, go'yoki ishlayapti. Kim mana shu yerda? Qolganlar uyalyapsizlarmi deyman. Xo'p, nima demoqchiman? Mana shu yerda siz hamma narsani o'zingiz qilyapsiz, xodim yo'q. Keyin nima qilyapsiz? Keyin treninglarga boryapsiz, motivatsiya olyapsiz. Motivatsiya olgandan keyin demak, men sotuv bo'limi qurishim kerak ekan, men marketing qilishim kerak ekan, men HR bo'limini qilishim kerak ekan, men shu 6 tasiga xodim boshqarib olishim kerak ekan deyapsiz. Mana xodimlar olib tashlayapsiz. Xodimlar olib tashlayapsiz, lekin bularni nazorat qilib, bulardan aniq nimani so'rab olishni bilmaysiz. Kim aybdor? Marketolog aybdor. Kimda shunaqa bo'lgan? SMMchi ishga oldida SMMchiga mana sam SMM qilgin dedingiz-da, SMM qildi, lekin qoniqmadingiz. Kimda shunaqa bo'ldi? Qo'lni ko'taringlar agar kimda. Sotuvga javob bermaydi. Zo'r, sotuvga javob bermaydi. Nimaga javob beradi? Bu klitovga beradi. Zo'r. Lekin biz uni qanaqa nazorat qilishni bilmadik.